Demak, biz sizlar bilan bugun uchburchaklarga doir masalalar yechamiz. Eng yaxshi mavzulardan biri, yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Imtihonda ham tushib qolishi mumkin. Shu degan mavzulardan birida uchburchaklar ham. Demak, birinchisiga e'tibor beramiz. Xo'p, burchak BAC. Demak, bizdan BAC 70 ga teng deyapti. Ya'ni o'rtadagi burchakni beryapti. O'rtadagi burchagimiz 70 ga teng bo'lyapti ekan. Endi BCA, demak C burchagi 60 ga teng. Endi B burchagi toping deb. Mana bu burchakni toping deb. Bilamizki, uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng. Xo'p, alfa plus beta plus gamma deyman. 180 gradusga teng deyman. Endi bizda alfa berilgan ekan, beta berilgan, gammani o'rniga mana bu gamma burchagi o'rniga x qo'yib ketaman. Natijada 70 plus 60 plus gamma teng bo'ladi 180 ga. 130 plus gamma teng 180 ga. Gamma teng bo'ladi 50 gradusga. Demak, uchburchagimizning 3-burchagi, ya'ni B burchagi 50 gradusga teng. Tushunarli bo'ldimi? Birinchi masalamiz tushunarli bo'ldimi hammaga? Ikkinchisiga o'tamiz endi. Ikkinchi masalamizda burchak BAC x plus 10 ga. Demak, mana bu burchak x plus 10 ga. ABC burchak x plus 20 ga. Demak, B burchagi x plus 20. C burchak x ga teng. Bunda ham shunday qilamiz. Hamma burchaklarni qo'shib 180 gradusga tenglaymiz. X plus 10 plus x plus 20 plus x teng deyman 180 ga. Ana endi buni soddalashtiradigan bo'lsam nima bo'ladi? 3x plus 30 teng bo'ladi 180 ga. 3x teng bo'ladi 150 ga. 30 da ayirish qilib o'tkazib o'tyapman. X teng bo'ladi 50 gradusga. X nimizning qiymati 50 gradus bo'ladigan bo'lsa, bizdan BCA, ya'ni x ni topishimiz so'ralyapti. Mana bu burchak C burchak topyapti. Top deyapti-da bizda C burchak, ya'ni x ga teng bo'lyapti. Noma'lum bo'lganligi uchun bu endi ishlaganimizda x ning qiymati 50 gradusga teng bo'ldi. 50 gradus bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Ikkinchi masalamiz hammaga tushunarli bo'ldimi? Keyingisiga o'tamizmi? Uchinchisi. Xo'p, uchinchisida nima deyapti uchinchisida? Burchak BAC 3x, ABC 7x, BCA 2x. Demak, burchaklari nisbat ko'rinishda beriladi. 3x, 7x, 2x. Demak, buni x ni topish uchun mana shu berilgan burchaklarni nima deyapti? Mana shunga teng bo'lsa deyapti, tomonlarni burchagi. X ni toping deyapti. Qo'shib boramiz. 3x plus 7x plus 2x teng bo'ladi 180 gradusga. Xo'p, buni soddalashtirsak 12x teng bo'ladi 180 ga. X ni topsak, x ni topadigan bo'lsak. Xo'p, 18 tajidan 12 talikdan bitta bor, 60 tajidan 12 talikdan 5 ta. Demak, x nimizning qiymati 15 gradus. X nimizning qiymati 15 gradusga teng bo'ladi. Keyingisi o'tamiz endi. 4-inchisi. Xo'p, AB bilan AC perpendikulyar. Ya'ni mana bu belgini ko'rsalaringiz, mana bu belgini chizma, ya'ni masalalar shartida, geometriyaga doir masala shartida mana shunaqa belgi ko'rsalaringiz, bu perpendikulyar. Ya'ni ikkita AB, bizning masalamizda aytayaptiki, AB bilan AC perpendikulyar deyapti. Ya'ni berilgan ikkita tomon bir-biriga perpendikulyar. Perpendikulyar degani 90 gradus degani. Ular orasidagi burchak 90 gradus degani. Xo'p, A burchak 90 bo'lsa, B burchagi ya'ni 2x minus 10, C burchak x plus 10. Ana endi A, C, B ni top deyapti. C burchagini topishimiz kerak ekan. C burchagini qanday topamiz? 90 plus 2x minus 10 plus x plus 10 deyman. Ana endi 10 bilan minus 10 qisqarib ketadi, to'g'rimi? 2x ga x ni qo'ysak, 3x plus 90.
teng bo'ladi 180 ga. 3x teng bo'ladi 90 ga, x teng 30 ga. X qiymatini topib oldim mana. Mendan ASB, ya'ni S burchak topishimiz so'ralyapti. S burchak nimaga teng edi? X plus 10 ga emas. Natijada x qiymati mana 30 ga teng bo'ldimi? Shunda 30 ga 10 ni qo'shadigan bo'lsam, 40 ga teng bo'lar ekan. Javob S burchagi teng bo'ladi 40 gradusga. 40 gradusga teng bo'lar ekan. Keyingisi o'tamiz. 5-si. Burchak BAC bo'lingan burchak ABC bo'lingan ASB deyapti. 3/2/7. Demak, burchaklari 3/2/7 nisbatda deyapti. ASB, ya'ni S burchak topishimiz kerak. Mana burchak topishimiz kerak. Mana shuni so'rashi talab qilinadi. Demak, nisbat haqida gap ketyaptimi? Demak, doim biz bularni nima qilamiz? 3x plus 3x, 2x, 7x ko'rinishda yozib olishimiz mumkin. 3x, 2x, 7x. Ana endi hammasini qo'shamiz. 3x ga 2x ni qo'shaman 7x ni va 180 gradusga tenglayman yig'indini. Natijada bu 12x teng bo'ladi 180 ga. X imizning qiymati xo'p 15 gradusga teng bo'ladi. Demak, x ning qiymati 15 bo'ladigan bo'lsa, bizda ASB ni top deyapti. ASB qaysi burchakka to'g'ri kelyapti? Qaysi nisbatga kelgan? 7x ga to'g'rimi? Demak, 7x ni topishimiz kerak ekan. Shunda x o'rniga 15 qo'yib yuborsak, 7 ko'paytirilgan 15 105 bo'ladi. Mana burchak 105 bo'ladi. Qolganini topamiz endi. Xo'p, qolganini topadigan bo'lsak, 3 ko'paytirilgan 15 deyman. 45 gradus bo'ladi. 45 gradus qaysi burchak? Bu 45 gradus burchak B burchak bo'ladi. B burchagi mana bu B burchak 45 bo'lib qoladi. Endi 3-sini topadigan bo'lsak, bu nimaga teng bo'ladi? 105 ga 45 150. Demak, bu A burchagi 30 gradusga teng. Bo'ldi. Tushunarli bo'ldimi? Keyingisiga o'tyapmiz. Keyingisiga o'tyapmiz. 6-masalamiz. Xo'p, 6-masalamizda burchak deyapti. ABC 80 gradus, BCA 50 gradus, AED 70 bo'lsa deyapti, ADE ni top deyapti. AED 70 bo'lsa ADE. Mana burchak topishimiz so'ralyapti. Demak, nima qilamiz bunda? Xo'p, bizda hozir 2 3 burchak berilyapti. 2 3 burchak berilyapti. Tushunarlimi? Ana endi 2 3 burchak beriladigan bo'lsa, biz hozir nimani topishimiz kerak? Mana bu A burchakni topib olishimiz kerak. A burchakni topadigan bo'lsak, A burchagi uchburchak ABC va uchburchak ADE uchun mana shu tomon umumiy bo'lyapti. Tomoni umumiy 3 deylik. Tomonni o'rniga 3 desak tushunarli bo'ladi. 3 umumiy. Tushunarli? Umumiy bo'ladigan bo'lsa, bu burchak 80 bo'lsa, bu 50 bo'lsa, bu burchak nimaga teng bo'ladi? Qo'shamiz. 80 plus 50 plus deyman. Mana shu burchakda A burchakda x desam, x deyman teng 180 ga. 130 plus x teng 180 ga. X ni topsam 50 gradus. X im 50 ga teng bo'lsa, endi alfani qanday topaman? 50 deyman plus 70 plus alfa deyman teng 180 ga. 120 plus alfa teng bo'ladi 180 ga. Alfani o'zi 60 gradusga teng ekan. Alfa teng 60. Bo'ldi. Tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi? 6-masala bo'yicha. Kimda savol bor? 6-masala bo'yicha kimda savol bor? Savollaringiz bo'lmasa, keyingisiga o'tamiz. 7-masala. Xo'p, bunda ham shunaqa.
umumiy bo'lyapti. Xo'sh. 8 ga o'taylik. 8. Demak, 8 ni topadigan bo'lsak, 8 ni topadigan bo'lsak, qaranglar, bundan nima qilamiz? Alfani topishimiz kerak ekan. Alfani topishimiz kerak. Demak, nima deyapti shartida? AB parallel BCga. AB parallel BCga. Demak, parallel degan mana bu burchak, bitta burchagi 90 gradus degan. Bitta burchak 90 gradus. Demak, 90 bo'ladigan bo'lsa, 3, ya'ni alfa 20 bo'lsa, buni topishimiz kerak. Beta deyman. 21 gradus plus beta plus 90 gradus deyman. Shuni 180 gradusga teng deyman. Endi 111 bo'ladi qo'shganimizda. 111 plus beta teng bo'ladi 180 gradusga. Beta teng bo'ladi 69 gradusga. Endi betamiz 69 bo'lsa, endi 69 ga qo'shni bo'lgan burchak nechi? 69 ga qo'shni bo'lgan burchak 111 mi? 111 bo'ladi. Ikkalasi yig'indisi 180 da berish kerakmi? Demak, 180 berish uchun natijada betaga qo'shni bo'lgan burchak 111 gradusga teng. Endi alfani topamiz. Alfani topadigan bo'lsak, alfa plus 111 gradus plus 42 gradus deyman. Teng 180 gradusga teng. 180 gradus deb ketaman. Alfa plus 153 gradus teng deyman 180 gradusga. Shunda alfani o'zi 27 gradus bo'lib qolar ekan. Alfa teng 27 gradus. Bo'ldi. Demak, 9 ga o'tamiz. 9-sini ishlashimiz kerak ekan. AD parallel BCga. BE ACga parallel bo'lsa, ECB 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, deyapti. EBA 20 bo'lsa, deyapti. Nimani topish talab qilinyapti bizdan? Xo'p, bizdan topishimiz so'ralyapti alfani. Demak, alfani topadigan bo'lsak, qaranglar. Birinchi o'rindan mana burchak topamiz. Mana bu burchakni topamiz. Bu burchakni topadigan bo'lsak, 90. Bu 30. 90 ga 30 120. Demak, 180 ni berish uchun bu 60 gradus bo'lib qoladi, to'g'rimi? Endi 60 bo'ladigan bo'lsa, B uchi nimaga teng bo'ladi? Shunda B uchi mana bu 20 ga, bu 20 bo'lyapti. 20 ga 60. 80 gradus bo'lyapti, to'g'rimi? 80 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchak ham, ya'ni perpendikulyarligidan mana bu burchagi ham, ya'ni D burchagi 90 gradus bo'lib qoladi. Endi qo'shamiz 90 ni, ya'ni 80 ga 90 ni qo'shib 170 bo'lyapti. Ikkitasininki. Shunda alfa nimaga teng bo'ladi? 180 ni berish uchun 180 dan ayiramiz 170 ni. Natijada alfa teng bo'ladi 10 gradusga. Alfamiz 10 gradus bo'lib qoladi. Bo'ldi. Davom ettiramizmi? Keyingisiga o'tamiz endi. Xo'p, ana endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, 10-chi masala. 10-chi masalamiz qanday? Xo'sh. Nima deyapti shartida? Bda bisektrisa. Demak, bisektrisa degan nima degani? Burchak uchidan chiqib, ya'ni B uchidan chiqib, berilgan burchakni teng ikkiga bo'ladi. B uchidan chiqib, berilgan burchakni teng ikkiga bo'ladi. Teng ikkiga bo'ladigan bo'lsa, xo'p, natijada mana burchaklar nimadan bo'ladi? Mana burchaklar. Xo'p, teng 2 bo'layotgandan keyin bular beta bo'lib qoladi, to'g'rimi? Betadan bo'lib qo'yadi. Endi bizda A uchi berilgan ekan, C uchi berilgan. Yozamiz. 42 plus 48 plus deyman. Ikkalasi nechini beradi? Ikkita betani. Natijada bu yig'indi 180 gradusga teng bo'lishi kerakmi? Demak, soddalashtirsak, 90 plus ikkita beta teng 180 gradusga bo'lib qoladi. Ikkita beta teng bo'ladi 180 dan ayiramiz 90 ni. Ikkita beta teng bo'ladi 90 ga. Betani o'zi nechaga teng? 45 gradusga. Beta teng 45, bu ham 45 bo'lar ekan.
45 bo'ladigan bo'lsa, alfa nimaga teng bo'ladi? Endi alfani topishimiz uchun mana bu uchburchakka e'tiborimizni qaratamiz. Mana bu uchburchakka. Mana shu uchburchagimizga e'tiborimizni qaratamiz. Alfani topishimiz kerak ekan. Alfa nimaga teng bo'ladi? Alfa plus 15 plus 48 teng bo'ladi 180 ga. Xo'p, ana endi alfa plus 63 teng bo'ladi 180 ga. Alfa teng 117 gradus bo'ladi. Alfani o'zi 117 gradusga teng. Tushunarli bo'ldimi? 10-si. Keyingisiga o'tamiz endi. Betani toping deyapti. Betani topishimiz kerak. Xo'p. Xo'p, bu qanaqa shakl? Bu shaklimiz uchburchak bo'lyapti. Uchburchak. Demak, uchburchak bo'layotgan bo'lsa, xo'p, bizda uchburchaklarimizda, ya'ni uchburchak degan mavzumizda xosla bor. Ya'ni qanaqa? Bitta tashqi burchagi va bitta ichki burchagining yig'indisi 180 gradusga teng degan. Xo'p, beta bo'ladigan bo'lsa, B uchini tashqi tarafi beta bo'lsa, buni beta shtrix deylik. Buni ichki burchagini A uchini, ichki burchagini alfa shtrix, tashqisini alfani o'zi desak. S uchini ichkisini gamma shtrix, buni gammani o'ziga teng desak. Demak, alfa shtrix bilan alfani yig'indisi 180 gradusda bersa, alfani o'zi berilgan ekan. Alfa shtrix topib olsak nimaga teng bo'ladi? Alfa shtrix topadigan bo'lsak, alfa shtrix plus 120 teng deyman 180 gradusga. Alfa shtrix teng bo'ladi 60 ga. Mana bu burchak 60 bo'lsa, endi gamma plus gamma shtrix teng 180 deyman. Endi gamma shtrix topadigan bo'lsam, gamma shtrix plus 130 teng bo'ladi 180 ga. Ana endi gamma shtrix teng 50 gradusga. Ana endi gamma shtrix topildi, alfa shtrix ham topildi. Betani topadigan bo'lsak, beta shtrix plus deyman. Uchburchakning ichki burchaklari ham 180 ni berish kerak. 50 ga qo'shamiz 60 ni teng bo'ladi 180 gradusga. Shunda beta shtrix teng bo'ladi. Beta shtrix teng bo'ladi 180 minus 110 ga. Demak, beta shtriximiz 70 gradus bo'lib qoladi. Endi mana bu beta shtriximiz 70 bo'lsa, beta bilan beta shtrix yig'indisi nechun berish kerak? Beta shtrix plus betani o'zi 180 gradusda berish kerak. Shunda beta shtrix o'rniga 70 ni qo'ysam, 70 plus beta teng bo'ladi 180 gradusga, betani o'zi teng bo'ladi 110 gradusga. Tushunarlimi? Yoki mana shu joyda keyingi usuldan foydalansak bo'ladi. Ikkinchi usuli borda. Uchburchakning tashqi burchaklar degan tushuncha bor. Tashqi burchaklarning, ya'ni alfa shtrix, alfani o'zi alfa plus beta plus gamma teng bo'lishi kerak. 360 gradusga. Tashqi burchaklarning yig'indisi 360 gradusga, ichki burchaklarning yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi. Endi bizda betani o'zi noma'lummi? Shunda alfa bilan betaga 120 plus 130 qo'yaman, plus deyman beta teng deyman 360 ga. Shunda 250 plus beta teng bo'ladi 360 ga. Betani o'zi teng bo'ladi 110 gradusga. Bu usulda ishlasak ham bo'ladi. Birinchi usulimiz birozgina uzunroq ham kimlardir tushunishi mumkin, kimlardir qiynalib qolishi mumkin-da endi tushunishda. Shuning uchun men bunaqa masalalarda ishlashda ikkinchi usul, ya'ni tashqi burchaklarning yig'indisi 180 emas, 360 gradusligidan foydalansalaringiz, qiynalmasdan ishlaysizlar va darrov chiqadi yechimi. Tushunarli bo'ldimi? Qaysi biri usul osonroq ekan? Birinchi usulmi yoki ikkinchi usulmi? Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'ldimi hammaga? 11-masalamiz tushunarli bo'ldimi? Uchburchakda burchaklar mavzusidagi 11-masalamiz hammaga tushunarli bo'ldimi? Keyingisiga o'tamizmi? Menimcha
savollar yo'q. Xo'p, keyingisiga o'tamiz endi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, dars oxirida hammasiga javob berib o'taman. Xo'p, 11 ketdi. 12 ham mana shunaqa ishlanadi. 12 ham shunaqa. Ya'ni sizlarga eng oson ishlanish yo'li tashqi burchaklardan ketinglar. Tashqi burchaklar hammasini qo'shib 360 gradusga tenglaysizlar va soddalashtirib x topingizlar ham bo'ldi. Xo'p. 13 ham oson. O'zlaringiz ishlab ko'rasizlar. 14. 14 da qanday ishlaymiz? Demak, 14 da D burchagini topamiz. D burchagining ichki burchagi. 60 plus 84 plus deyman. Buni alfa desam, alfa plus alfa teng 180 gradusga bo'ladi. 144 gradus plus alfa teng 180 gradusga bo'ladi. Alfani topsak 36 gradus bo'ladi. 36 gradus. Alfa teng 36 bo'lsa, bitta tashqi burchagi bilan bitta ichki burchagi nechiga teng bo'lishi kerak? 180 gradusgami? Alfani o'ziga 36 qo'yaman. 36 plus alfa shtrix teng 180 gradusga bo'ladi. Alfa shtrix bo'ladi shunda 144 gradusga. Yoki mana shu joyda, xo'p, yana bitta xossasi bor. Uchburchaklarda ikkita ichki burchagi uchburchakning ixtiyoriy ikkita burchagining yig'indisi bitta tashqi burchagiga teng bo'ladi degan xossa bor. Ya'ni x teng bo'ladi. Xo'p, 60 plus 84 ga desak ham bo'ladi. Shunda ham 144 gradus bo'ladi. Tushunarlimi? Uchburchakda sizlar nima bilishlaringiz kerak? Xossani yaxshi bilishlaringiz kerak. Xossani yaxshi bilsalaringiz, bu mavzuda qiynalmaysizlar, maza qilib ishlaysizlar. Son masalalarni. Xo'p, ana endi keyingisiga o'tamiz. Keyingi masalamizga o'tamiz. Keyingi masalamizda nima deyapti? 15-masala. Xo'p, 15-masalamizda BAC 60 bo'lsa deyapti, CED 30 bo'lsa, CED 30, CDE 50, alfani toping deyapti. Qaranglar. C burchagini topamiz. C burchak nimaga teng bo'ladi? 100 bo'ladi, demak. Endi mana bu AD to'g'risida yoyiq burchak desak, xo'p, yoyiq burchak deganimizdan keyin yarmi, ya'ni bitta burchagi 100 bo'lsa, ikkinchi burchak nimaga teng bo'ladi? 80 ga teng bo'ladi. 180 ni tashkil qilish uchun ikkalasi yig'indisi 180 bo'lishi kerak-da. Shunda 180 berish uchun bu 80 bo'lishi kerak. Endi hammasini yig'indisi uchburchakning ichki burchaklarning yig'indisi 180 ni beradigan bo'lsa, shunda 60 ga 80 ni qo'ysak, 60 ga 80 ni qo'ysak 140. Endi 180 dan ayiramiz 140 ni. Demak 40 gradus bo'ladi. Alfa teng 140 gradusga. 140 bo'lyapti bu. Ikkitasiga 180 dan 140 tayyordik. 3-chi burchaga kelib chiqdi. Betani topishimiz kerak ekan. Beta burchak topishimiz kerak. Beta burchak qanday topamiz? Demak, beta burchak topadigan bo'lsak, xo'sh. Mana bu burchak 20 bo'lsa, mana bu C burchagi 90 bo'lsa, mana bu burchak nimaga teng bo'ladi? 90 ga 20 qo'shsak 110, bu burchak 70 gradus bo'lib qoladi, to'g'rimi? Endi xo'p, mana bu burchak 110 bo'lsa, bu burchak necha bo'ladi? 180 ni berish uchun 70 bo'lib qoladi. Demak, 70 bo'ladigan bo'lsa, ikkita burchak topdik. Endi mana bu uchburchagimizga e'tiborimizni qaratamiz. Yuqoridagi uchburchagimizda mana bu qismiga. Mana shu qismiga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, mana shu uchburchagimizdan betani topishimiz kerak. Betani qanday topamiz? Betani topadigan bo'lsak, xo'p, 2 ko'paytirib 70 plus beta deyman. Teng bo'ladi 180 ga. 140 gradus plus beta teng 180 ga. Betani o'zi teng bo'ladi 40 gradusga. 100 qayerdan keldi? Qaysi misolda 100 qayerdan keldi? Qaysi misolimizda? Misolni agarda tushunmay qolgan joylaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, misolni raqamini yozib ketsalaringiz, mana shu joyda, ya'ni mana shu misolimizni qaytadan tushuntirib yuboring desalar, yana qaytadan tushuntirib yuboraman. 16 dan oldingisimi?
16dan oldingisi 100 yo'q-ku, 16dan oldingisi. Ha, mana bunda. 100 mi? Mana bu uchburchakka qaraymiz. Mana bu uchburchakka. S, D. S, D uchburchagimizga qaraymiz mana. Mana shu uchburchagimizga qaraymiz. Ikkita burchak berilgan ekan. Ikkita burchak. Bitta burchak 80, 50, bitta burchak 50. Ikkinchi burchak 30. Yig'indisi nechi? 80 mi? 80 ni beradigan bo'lsa, uchburchakning ichki burchaklarining yig'indisi 180 ga teng o'zi. 180 bo'ladigan bo'lsa, ikkitasiniga 3-siniki nimaga teng bo'ladi? 3-sini topish uchun ikkitasi yig'indisi 80 ga teng edi. Jami burchaklaridan 180 dan 80 ni ayiraman, 100 gradusga teng bo'ladi. Shunda alfa teng 100 gradusga. Mana shundan 100 kelib chiqyapti. Endi ikkinchisi o'tamiz. Tushunarli bo'ldimi? 100 qayerdan kelgani? Buni ham oson. Xo'p, o'zlaringiz bir ishlab ko'rasizlar. Mana bu sizda xo'sh. Bu shart emas. Sizlarga topishlaringiz. Lekin ishlanishi oson. Mayli, o'rganib qo'yaylik. Mana shu masalamizni. Qaranglar. Bu 84 bo'lsa, B burchak. L burchak 50 bo'lsa. Mana bu H burchak nimaga teng bo'ladi? H burchak topish uchun 180 dan ayiraman, 180 dan ayiraman. 134 ni. Demak, 46 gradusga teng. 46 gradus bo'ladigan bo'lsa, 46 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu qanchaga teng bo'ladi? 180 ni berish uchun, xo'p, 180 dan ayiraman 146 ni. Shunda bu 134 ga teng bo'ladi. Mana bu burchak 134 ga teng bo'ladi. Ya'ni ikkita ixtiyoriy ikkita burchaging yig'indisi bitta tashqi burchakka teng deb xosiyatidan foydalanib ketsa bo'lar ekan. Xo'p, mana bu burchak 134 bo'lib qoldi, to'g'rimi? Endi mana bu to'rt chizig'imiz bilan bu to'rt chizig'imiz, ya'ni A B to'rt chizig'imiz kesishyapti. Natijada vertikal burchaklar hosil bo'lyapti. Bu burchaklar mana bu burchagi F L A yo mi mana bu burchak? I ekan. I. Xo'p, F I A burchak 36 bo'lsa, mana bu burchak ham 36 ga teng bo'lib qoladi. 36. Mana bu burchak topishni nima qilamiz? 134 ga qo'shamiz 36 ni, qo'shamiz mana bu burchakni, ya'ni x ga qo'shni bo'lganini alfa desam, teng bo'ladi 180 ga deyman. Natijada buni 134 ga 36 ni 134 ga 36 ni qo'shsam 170, 170 plus alfa teng 180 deyman. Alfani o'zi 10 gradusga teng. Demak, alfa 10 bo'lsa, alfaga qo'shni bo'lgan burchak x nimaga teng bo'ladi? Alfa plus alfani o'rniga 110 qo'yib ketaylik endi. 110 plus 110 emas, 10 da o'zi bo'ladi. 10 plus x teng 180. X teng 110. Bo'ldi. o'n to'qqizdan ketdi. Bu ham shunaqa. Yigirma ikki. Xo'p, 22-chi masalamizda nima bo'ladi? Xo'p, nima deyapti chartlar? B da 30 bo'lsa deyapti.
burchak ABC 60 bo'lsa deyapti, BCD 40 bo'lsa deyapti. AD'sini toping, ya'ni alfani toping deyapti. Demak, bunaqa ko'rinishdagi chizmalarda nima bo'ladi? Xo'p, 3 ta burchagini yig'indisi, 3 ta burchagini yig'indisi, ya'ni ichki burchaklarning yig'indisi tashqi burchakka tengdir. Doimo mana shu ko'rishdagi chizmalar bo'lsa, hop, ichidagi burchaklarni qo'shsanglar, alfaga tenglab qo'yasizlar, bo'ldi. Alfa mana shunga teng bo'ladi. Yigirma uchta ham shunaqa. 24 ham. Bunaqa darajada qiyinroq masala ham tushmaydi majburiy matematikada. Chunki biroz saviyasi qiyinroqda. Majburiychilar uchun bunaqa masalalar biroz qiyinroq. Chunki buni isbotlab, ya'ni 3 ta ichki burchagini yig'indisi bitta tashqi burchakka teng bo'lishini xosasi bor, ya'ni isbotlash kerak. Bu sizlarga tushunmaydi. Bunaqa boyagi 3 burchaklarimiz bor-ku, burchaklar. O'shanga doir masalalar tushishi mumkin. Mana bunaqa, hop, mana bunaqa 18 ga, 15 ga o'xshagan masalalar tushishi mumkin. Boshqalar bu darajada qiyin tushmaydi. Hop, yulduzchalardan chiqamiz. Yulduzchalardan ham bitta ishlaylik, ha? Yulduzchalik masalalardan ham bitta ishlaylik. Hop. 5 burchakli bo'lyapti ekan. 5 burchakli yulduzcha bo'lyapti. A burchagi 20. Demak, mana bu A burchak 20 bo'lsa, D burchak 30 bo'lsa, B burchak 30 bo'lsa, shunda. Xo'p, 30 bo'lavergan bo'lsa, E burchak 40 bo'lsa, E burchak, mana bu burchak 40 bo'lsa, S burchagini toping deyapti. S burchagini topishimiz kerak. Xo'p, S burchagini qanday topamiz? S burchagini topish uchun S burchagini topish uchun, xo'p, sizlarga osonroq bo'ladi. Mana bu 3 burchagimizga e'tibor beramiz. Mana bu 3 burchakka e'tibor beramiz. Demak, ikkita burchagi 20 bilan 40 bo'lsa, 3-burchak nimaga teng bo'ladi? 180 ni berish uchun. 20 ga 40 60, bu 120 bo'lib qoladi, to'g'rimi? 120 bo'lib qoladigan bo'lsa, 120 ga teng bo'lsa-da. Endi mana bu A, B to'g'ri keyin to'g'ri bordi, E D to'g'ri kesib o'tdi. Ikkinchi bir E D to'g'ri kesib o'tdi. Natijada qo'shni burchaklar hosil bo'lib qoladi. Natijada bitta qo'shni burchak, ya'ni 120 bo'lsa, qo'shni burchakning birinchi tomoni 120 bo'lsa, unga qo'shni bo'lgani nechaga teng bo'ladi? 60 bo'lib qoladi. Ikkalasining 180 ni berish kerak. Demak, 180 ni berish kerak bo'lsa, hop, endi topib oldik, to'g'rimi? Hozircha ikkita burchakni topib oldik. Yozib olamiz endi. Mana bu burchagi nechaga teng deb? 120 ga, to'g'rimi? Mana shu burchak 120 ga teng bo'lsa, bu burchak, xo'p, 60 ga teng bo'ldi, to'g'rimi? 60 ga teng bo'lgan bo'lsa, endi bu yerga ketdi. Shuni yaxshi yozaylik-da. Bu burchak, mana bu burchak 120, bu burchak 60. Endi yana qaysi burchaklar topa olamiz? Qaysi burchakni topsak bo'ladi? Qaysi burchak topsak bo'ladi? Xo'p, endi mana bu 60 bilan 30 dan foydalanamiz. Ya'ni 3 burchakning ikkita burchagini yig'indisi, ikkita burchagini yig'indisi. 3 burchakning ikkita ichki burchagini yig'indisi bitta tashqi burchakka teng. Demak, teng bo'ladigan bo'lsa,
60 ga 30 ni qo'ysak 90, to'g'rimi? Natijada mana shu uchburchagimizning mana bu tashqi burchagi, ya'ni mana bu burchagi nechaga teng bo'lib qoladi? 90 ga teng bo'lib qoladi. 90 ga. 90 ga teng bo'layotgan bo'lsa, ana endi. Xo'p, biz mana bu uchburchakka e'tiborimizni qaratamiz endi. Mana bu uchburchagimizga. Mana. Demak, bitta burchak 30, ikkinchi burchak 90, uchinchi burchak nimaga teng bo'ladi? X topishimiz kerak. X plus 30 plus 90 teng 180 ga. X plus 120 teng 180 ga. X teng 60 ga. Demak, x imizning qiymati 60 ga teng bo'ladi. Bo'ldi? Tushunarli bo'ldimi? 27-masalamiz. Keyingisiga o'tamiz. Keyingilarda ham mana shu tartibda topiladi. Mana shunaqa ishlaysizlar. Xo'p, yana boshqacha masalalar bilan ishlaylik. O'ttiz uchta ishlaymiz. 33 ni. Demak, nima deyapti? AD bilan C bisektriza bo'lsa deyapti. AFC 3x, ABC x bo'lsa x ni toping deyapti. X ni topishimiz kerak. Xo'sh. Mana bu burchaklar bisektriza bo'lyaptimi? Bisektriza bo'lgandan keyin bu alfa, bu ham alfadan bo'ladimi? A burchakda alfa, ya'ni tengga bo'lib qo'yadi. Endi mana bu burchaklar betta bo'lib qoladimi? Betta, bu ham betta bo'lib qoladimi? Endi bettaga teng bo'ladigan bo'lsa-da, x plus 2 alfa plus 2 betta deyman. Teng bo'lsin 180 ga. 180 gradusga teng. Endi alfaga qo'shaman bettani, qo'shaman 3 x ni. Teng bo'lsin bu ham 180 gradusga. 180 gradusga teng deylik. Endi bizda hozir hech qanday gradus o'lchov berilmayapti, faqatgina 3x x bo'lyapti. Endi biz mana shundan foydalanib, qolgan burchaklarni ham topib olishimiz kerak. Ana undan keyin biz buni ishlay olamiz. Hop, bir daqiqa.
Xo'p, qaranglar. Mana shunday qilib hozir biz yozib oldik, to'g'rimi? Mana shunday qilib yozib oldik. Endi mana shunday deb yozib olganimizdan keyin mana bu tepadagi sistemamizdan, ya'ni x plus 2 alfa plus 2 beta teng 180 dedik-ku. Mana shu joydan x ni topsak, nimaga teng bo'ladi? X plus 2 ko'paytirilgan alfa plus beta bo'lib qoladimi? Alfa plus beta teng 180 gradusga, to'g'rimi? Demak, 180 gradusga teng bo'ladigan bo'lsa, 180 gradusga teng bo'lsa, ikkinchi chiqarib oldikda hozircha. Endi 2 ko'paytirilgan alfa plus beta teng 180 minus x deyman. 2 ni bo'lishga o'tkazib yuboraman. Alfa plus beta teng 180 minus x taqsim 2. Alfa plus beta teng bo'ladi 90 minus x taqsim 2 ga. To'g'rimi? Endi 90 minus x taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, o'rniga qo'yib yuboraman endi. Ikkinchi tenglamamizga. Alfa plus beta joyiga 90 minus x taqsim 2 plus 3x teng 180 deyman. Xo'p, buni ishlasam, bunga 2 tadan beraman, shunda. Minus x taqsim 2 plus 6 da x taqsim 2 teng bo'ladi 180 minus 90. 5x taqsim 2 teng bo'ladi 90 ga. Xo'p, 2,5x teng 90 ga bo'ladi. X 2,5ximiz 90 ga teng bo'ladigan bo'lsa, shunda x ni topadigan bo'lsak, 180 gradusga teng bo'lar ekan. X imizni o'zi 180 gradusga teng bo'ladi. 180 ga emas, 90 ni hop 2,5 ga, 90 ni 2,5 ga bo'lsak 36 bo'ladi, ya'ni 90 ni 2,5 ga bo'ladigan bo'lsa 180 emas. Qayerda 180 chiqadi? 36 bo'ladi. X imiz 36 gradusga teng bo'ladi. Demak, bugungi uchburchakka doir masalalarimiz tushunarli bo'ldimi? Hammaga. Menimcha, uchburchakka doir savollaringiz qolmadi deb o'ylayman. Hammasi tushunarli bo'ldi. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa, darsimizni yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.